İlgirki zamanlarda urush ve başka her xil sebepler tüpaylidan Afg'oniston orqali Pokiston tavalligiga kirib panolangan Uyg'ur musofirlar Afg'onistonlik musofir degan salohiyat bilan tizimlanib qolganligi ma'lum. Ana shundan boshlab qo'lida Afg'onistonlik musofir degan nomdan boshqa hech qanday qonuniy kimligi bo'lmay kelgan yuzlarcha Uyg'ur musofir 2023-yilning oxirlaridan buyon Pokiston hukumati boshlatgan qonunsiz musofirlarni tozalash harakatida qaytadan Afg'onistonga yoki Xitoyga qaytarilishdek noma'lum taqdirga yuzlanmoqda edi. Bu ahvol xabar qilingandan keyin Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Musofirlar komiteti va ba'zi kishilik huquq organlarining diqqatini qo'zg'agan edi. Ularning Pokiston doiralari bilan so'zlashishi natijasida Pokiston hukumati bultur 11-oyning o'ttirlari vaqtli qaror chiqarib, bu Uyg'urlarning Pokistonda turish vaqtini yana 6 oy uzartib bergan edi. Pokistondagi Ömer Uyg'ur vaqfining raisi Ömer Apandining bildirishicha, Pokiston Tashqi ishlar ministrligi yaqinda chegara boshqarish va qonun ijro qilish tarmoqlariga maxsus hujjatlar qitib, Ramzon oyi oxirlashigaman Afg'oniston musofirlarini chegaradan qo'g'lash harakatini jiddiy ilib berishni uqtirgan. Mazkur uqtirish taqdirining tegichi qanday bo'ladiganligini bilmay turgan Pokistondagi Uyg'ur musofirlarni qaytadan endishiga sep qo'ygan. Atalmış Uyghur Abdunum Rayonluq Komünist Partiya hukumatining sekretari Ma Shungri 30 mart Xotan viloyatiga borgan bo'lib, erkiy qirg'inchilik siyosatini kuchaytirishga ishorat qilib, atalmış terrorlikqa zarba berishni qayta ta'kidlagan. Xitoy doiralari 2017-yili Sharq Turkistonni muqimlashtirishni nishon qilgan Kompartiyaning yangi davrdagi Xinjiangni boshqarish strategiyasini ijro qilishga boshlab 7 yil bo'lgan va bu 7 yil mobaynida hech qanday zo'ravonlik va terrorlik voqeasi yuz berib boqmaganligini qayd qilib kelayotgan bir vaqtda yanada muqimlikning hammadan ustun ekanligini qayta ta'kidlashga boshlamoqda. 25 yildan buyongi eng chong yer tavrash yuz bergan Tayvanda hukumat Xitoyning yordam taklifini qabul qilmadi. 3 aprel Tayvanning sharqidagi Xulian shahrida qattiq yer tavradi. Yer tavrashda hozirgacha 9 odam o'lgan, 1038 odam yaralangan, 93 odam qapsilib qolgan va 52 odam yo'qolib ketgan. Xitoy ijtimoiy aloqa suplarida bo'lsa, Tayvandagi yer tavrashni masxara qilish va xushalligini ifodalash yozmalari va inkaslari ko'paygan. Eng chong ijtimoiy aloqa supsi Weibo'da ba'zi qo'llanuvchilar Tayvandagi yer tavrash haqida ofatdan kayib olganligini bildirib masxara qilgan. Ba'zi biluvchilar hatto Beyjingni fursat bo'lsa Tayvanga yordam qilish bahonasi bilan ishg'oliyatga askari evatishga chaqirgan. Xitoyning Tayvan munosabat ishxonasi yer tavrashdan keyin bu davlatga ofat yordami berish taklifi bergandan keyin Tayvanning Xitoy ishlari ishxonasi o'zlarining yordamga muhtoj emasligini o'tirg'a qo'ydi. Egilinishcha, Xitoyning sharqidagi Qingdao shahriga joylashgan Xitoy va Shanxay hamkorlik tashkilotining yerlik iqtisod va savdo hamkorligini ilgari surish rayondan bir yuk poyezi Rossiyaning poytaxti Moskvaga qarab yo'lga chiqqan. To'nglatqo, Kiralqo va boshqa buyumlar qochalangan poyez tunji qatim Xitoy Yevropa yuk poyezi sifatida Moskvaga mangan. Xitoy taratqulardagi xabarlarda deyilishicha, bu poyez taxminan 20 kun ichida Moskvaga yetib bordi ekan. Egilinishcha, Amerika hukumati parlamentining Isroiliyaga 18 milliard dollar qimmatidagi 50 dona F-15 kurashchi aeroplanni setishni tasdiqlash uchun tayyorlik qilmoqda ekan. New York vaqti gazetining xabar qilishicha, Tashqi ishlar ministrligi parlamentdagi ishki munosabatlik komitetga bu kelishimning tasdiqlanishini uqtirgan bo'lib, bu kelishim yaqinqi yillardan buyon Amerikaning Isroiliyaga qilgan eng chong qurol setishlaridan biri bo'lib qoladi ekan.